dahshatli zarbani aynan umid qayta tug'ilgan lahzada beradi. Ko'ziga nur qaytayotgan bir ayolning yuragi bolalarining chehrasini yana bir bor ko'rishga intiq bo'lib turgan paytda boshqa bir tomonda daryodan chiqqan noma'lum jasad butun xonadonning nafasini bo'g'ib qo'ydi. Mana shu qarama-qarshilik bugungi voqealarning eng kuchli og'rig'i bo'ldi. Bir uyda shifo, boshqa uyda vahima. Bir qalbda qayta tug'ilish, boshqa qalbda esa allaqachon motamning sovuq soyasi. Eng qo'rqinchlisi esa shundaki, bu hali falokatning o'zi emas, falokatdan oldingi sukunatga o'xshaydi. Bugun eng chuqur ta'sir qilgan narsa ko'zning ochilishi emas, qalblarning ichidan yillar davomida yashirilgan sirlarning sizib chiqishi bo'ldi. Ko'zi tuzalayotgan ayolning intizori oddiy sog'inch emas edi. U uyiga ko'r bo'lib chiqib ketgan, endi esa ko'radigan bo'lib qaytishni orzu qilgan. Bu orzuda faqat quvonch yo'q, unda g'urur ham bor, alam ham bor, o'zini oqlash istagi ham bor. U yaqinlarini yana ko'rishni xohlayapti, lekin faqat ko'rish uchun emas. U ularning yuzidagi haqiqatni o'qish uchun qaytmoqda. Ko'r odam ko'p narsani yurak bilan sezadi, lekin ko'zi ochilgan odam endi yurak sezgan narsalarning isbotini topadi. Ana shu nuqta kelajak uchun juda xavfli. Chunki u qaytgach, ilgari faqat ohangdan, sukutdan, yelka titrashdan sezgan yolg'onlarni endi nigohlarda ham ko'radi. Shifo bergan ayol bilan uning o'rtasida paydo bo'lgan rishta ham oddiy mehr emas. Bu ikki ayol bir-biriga davo bo'lib qoldi. Biri ko'ziga nur berdi, ikkinchisi esa yillar davomida muzlab yotgan onalik yarasini eritdi. Kechasi aytilgan alla bejiz yangramadi. O'sha alla bir bolaning isitmasini tushirdi, lekin undan ham kattaroq ish qildi. Qattiq qo'l, bukilmasdek ko'ringan ayolning ichida dafn etilgan onalik dardini tiriltirdi. U nega shu qadar matonatli, nega shu qadar tik, nega ba'zan shafqatsizdek ko'rinishini bugun ilk bor tushundik. Uning qattiqligi fe'l emas, omon qolish usuli ekan. Bir paytlar qizdan ayrilgan ayol o'zini yig'iga qo'yib yuborsa, butun uyqulashini bilgan. Shuning uchun u mehrni yashirib, irodasini oldinga chiqargan. Bugun esa asalga aytilgan alla uning yuragidagi muz qatlamini sindirdi. Bu juda mayin sahna edi, lekin shu mayinlik ichida kelajakdagi katta o'zgarish yashirinib yotibdi. Endi u faqat qaynona emas, ichidagi yo'qotishni boshqalarga mehr berib yengayotgan ayolga aylandi. Bunday o'zgarishlar seriallarda behuda berilmaydi. Bu keyingi qarorlarda ham aks etadi. U endi sukut saqlab turadigan emas, kerak bo'lsa butun xonadonga qarshi chiqib bo'lsa ham o'zi suyganlarni himoya qiladigan darajaga yetmoqda. Asal atrofidagi sahnalar ham juda nozik ishlangan. Isitma tushgan paytdagi yengillik, allaning iliqligi, kelinning chaqaloqqa yopishib ketishi, qaynonaning uzoqdan kuzatib turib ich-ichidan titrashi, bularning bari bir narsani aytyapti. Bu uyda qon bilan qurilmagan, ammo yurak bilan qurilgan yangi oila paydo bo'lyapti. Va bunday oilalar ko'pincha tashqaridan emas, ichkaridan zarba yeydi. Chunki mehr kuchaygan joyda hasad ham kuchayadi. Sadoqat o'sadigan joyda fitna ham paydo bo'ladi. Robiya atrofidagi chiziq esa bugungi qismning eng qora qatlamini ochdi. Uni qidirayotgan erkaklarning holatiga qarang. Bog', hosil, daromad hammasi bir lahzada ma'nosiz bo'lib qoldi. Bu juda muhim detal. Erkak biror narsani qanchalik jiddiy yo'qotganini uning kundalik tashvishlardan uzilib qolishdan bilamiz. Robiyani topishga mukkasidan ketgan holat shuni ko'rsatdiki, bu yo'qolish endi oddiy oilaviy mojarodan chiqib hayot-mamot nuqtasiga yetgan. Keyin daryodan chiqqan jasad haqidagi xabar keldi. Mana shu yerda serial bizni ruhiy jarlik yoqasiga olib keldi. Eng og'ir tomoni shundaki, hali hech narsa aniq emas. Ammo xabar yetib kelgan lahzaning o'ziyoq odamlarni ichidan sindira boshladi. Shunday paytlarda ko'pincha ikki ehtimol bo'ladi. Yoki bu fojia haqiqat bo'lib chiqadi va butun hikoya qasos, ayb, pushaymon yo'liga buriladi. Yoki bu ataylab bizni aldash uchun tashlangan qorong'u soyadir va asl dahshat hali oldinda. Menimcha bu yerda shunchaki motam emas,
katta uy ichidagi g'iybat, ayblov va kelinlar orasidagi urush alohida bir maydon bo'lib qolmadi. U endi katta falokatga ulanib ketmoqda. O'sha bir qarashda mayda tuyulgan gap-so'zlar, bir-birini piching bilan chaqishlar, o'zinikini oqlab boshqasini badnom qilishga urinishlar, bularning bari aslida xarakterlarning ichki chirishini ko'rsatmoqda. Eng xavflisi, fitna qilayotgan odam har doim o'zini begunoh qilib ko'rsatishga urinadi. Bugun ham shuni ko'rdik. Odam yuziga muloyimlik niqobini taqib, ortidan oilalarni parchalashda davom etishi mumkin. Lekin endi bu o'yin uzoqqa bormaydi. Chunki uy ichidagi erkaklarning ham sabri chekkaga kelib qoldi. Oqsoqolning ogohlantirishi ham bekorga aytilmadi. Bir marta qutulib qolgan yolg'onchi ikkinchi safar ham qutulaman deb o'ylaydi. Asl fojia ham o'sha yerda boshlanadi. Menimcha keyingi qismlarda aynan shu ayolning tili bilan boshlangan fitna uning o'z bo'yniga sirtmoq bo'lib tushadi. U o'ylagandek boshqalarni yiqitmaydi, aksincha o'zini fosh qiladi. Bugungi qismning yana bir juda kuchli qatlami onalikning asl ma'nosi haqida aytilgan gaplar. Ona bo'lish qon bilanmi, mehr bilanmi degan savol bu serialda tobora markazga chiqyapti. Xollaga berilishi kerak bo'lgan bola masalasi shunchaki sud ishi emas. Bu butun voqealarning ma'naviy markazi. Bir tomonda bolani mol-mulk, huquq yoki qarindoshlik da'vosi bilan tortib olmoqchi bo'lganlar bor. Boshqa tomonda esa yuragi bilan boqayotgan ayol bor. Bu parallel chiziq bejiz emas. Robiya yo'qolgan, bir ona farzandiga yetolmay yuribdi. Boshqa yerda esa bir bola kimning bag'rida ulg'ayishini taqdir hal qilmoqchi. Demak, serial bitta katta savolni oldimizga qo'yyapti. Farzandni asraydigan kuch tug'ilganlik hujjatida yoziladimi yoki tunlari bedor qolgan yurakda yashaydimi? Menimcha keyingi qismlarda aynan shu chiziq juda kuchli hissiy portlash beradi. Sud, qaror, guvohlik hammasi bo'ladi. Lekin eng kuchli lahza qog'ozdagi hukm emas, bolaning qaysi quchog'iga o'zi intilishi bo'ladi. Chunki bola yolg'onni sezadi. Bu serial ham aynan shu nuqtaga ishora qildi. Rustam va Jamila orasidagi sukunat ham juda ko'p narsani anglatdi. Ularning bir-biriga aytgan minnatdorligi oddiy iliq suhbat emas. Bu ikki inson bir-birining yarasiga bint bo'lib qolgan. Erkak faqat muhabbat topgani uchun emas, uyning siniq joylari bitgani uchun minnatdor. Ayol esa faqat panoh topgani uchun emas, ishonch topgani uchun minnatdor. Bunday rishtalar ko'pincha eng chiroyli paytda sinovga uchraydi. Hozir ular bir-birini tushunayotgandek, bir-biriga suyanch bo'layotgandek ko'rinadi. Lekin atrofdagi falokatlar, g'iybatlar, yo'qolishlar va qonuniy tortishuvlar bu sokin baxtga ham albatta chang soladi. Men keyingi qismlarda aynan shu juftlikning ham sinovdan o'tishini kutyapman. Chunki serial ularni shunchaki baxtli qilib qo'yish uchun emas, baxtni qanday asrash mumkinligini ko'rsatish uchun qurayotganga o'xshaydi. Eng muhim detalga qaytaylik. Ko'zi ochilayotgan ayol yaqinlarini sog'inib, hayajondan o'rnidan turib ketgudek bo'lib turgan paytda eshik taqillayotgandek tuyuldi. Bu juda oddiy epizoddek ko'rindi. Aslida esa bu uning ruhiy holatini ochdi. U shunchalik kutyaptiki, haqiqatni ham, xayolni ham ajrata olmay qolyapti. Mana shu kutish keyingi uchrashuvni yanada og'irlashtiradi. Chunki uzoq kutilgan diydor har doim faqat quvonch olib kelmaydi. Ba'zan u bilan birga haqiqat ham kirib keladi. Agar u uyiga qaytgach, o'zi ishongan odamlarning ko'zida ikkilanishni, yashirilgan aybni yoki majburan yopilgan sirni ko'rsa, uning tiklanishi tanadagi emas, qalbdagi jarohatga aylanadi. Menimcha uning ko'rishi, qaytishi mo'jiza sifatida emas, fosh etuvchi kuch sifatida ishlatiladi. Oldin